Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Dolqun Aysanın Ali Mektepdeki savaqdaşı ve 1985 yıldaki 12 dekabr o'quvchilar hareketining tashkilotchilaridan biri bo'lgan Varis Ababakirning yig'ilish lageridan qo'yib berilib, bir haftadan keyin sirliq bir kasal bilan o'lib ketganligi oshkorlandi. Varis Ababakir 1966 yil Urumchida tug'ilgan. O'quvchilar harakatiga rahbarlik qilganligi sababli 1988 yili maktabdan haydab etilgan. Shuningdan buyon savdo sohasiga qadam qo'ygan bo'lib, bu jarayonda nurg'un ssenariyalarni yezib kino qilib ishlagan. Varis Ababakir bu yil 1-oyda tutib ketilgan va jazo lageriga qamalgan. Türkiye Buyuk Millet Meclisi'de karar gezdiğini köstüp durup, Xitayning Şərqi Türkistandagi erki qirg'inchilikni o'ttirg'i qo'ygan İyi Partiya parlament a'zosi Faxriddin Yo'qish apandi, sizlar nimishqa sukut qilasizlar deb xitob qildi. Türkiye Buyuk Millet Meclisi yig'inida so'z qilgan Faxriddin Yo'qish apandi, qarar gezdiga besilgan Xitayning puli musulmonlarning eg'izini ochirmadi degan so'zlarni ko'stib turib, hukumatni tanqid qildi. Yana bir tarafdan Türkiye Buyuk Millet Meclisi Kişilik Hukuk Komitetining boshlig'i Hakan Çavuş o'g'lining Xitoydan kelgan atalmış Kişilik Hukuk Taraqqiyot fondining boshlig'i Huang Minfo boshchiligidagi hay'atni kutib olganligi bildirildi. Çavuş o'g'li Uyg'urlarga qartilgan kishilik tajovuzchiliklari haqida xalqaro organlarning Şərqi Türkistonga kirishiga yo'l qo'yilishi kerak dedi. Türkiye Domiyat Vaqfi qanıgan yarımız Şərqi Türkistan şuarı bilan yo'lga chiqib Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan zulmiga norozilik bildirdi. Mazkur vaqfining a'zolari İstanbul ko'chalarida tashviqot varaqlari esib, Xitoyning zulmini pash qildi. Bu rasmlar orasida Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning bosh rasmi tushirilgan plakalarni yer oldi. Domiyat a'zolari jamoatchilikni Xitoy zulmiga sukut qilmaslikka va qarindoshlarga ega chiqishga chaqirdi. Xitoy Amerika Davlat Majlisidan o'tkazilgan va prezident Donald Trumpning imzolashi bilan kuchga ega bo'lgan Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonunining ijro qilinishining ikki davlat orasidagi muhim sohalardagi hamkorlikka ziyon yetkazganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Gong Shuang axborot e'lon qilish yig'inida bu qonun loyihasining ikki davlat orasidagi hamkorlikka ziyon yetkazganligini aytdi. Şunun bilan birga Hong Kongda Amerika prezidenti Donald Trumpning Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonunini imzolaganligiga rahmat etish yuzasidan minnatdorlik kuni faoliyati o'tkazildi. Amerika prezidenti Donald Trump minnatdorlik kuni munosabati bilan Afg'onistondagi Amerika askarlarini tuyuqsiz ziyorat qildi. Trump Taliban bilan bo'lgan suhbatning yangidan boshlanganligini bildirdi. Afg'oniston poytaxti Kabul atrofidagi Bagram havo armiya bazasini ziyorat qilgan Trump, Taliban kelishim tuzishni xohlaydi, bizmi ular bilan ko'rishyapmiz. Shuning bilan birga urush to'xtatish kerakligini aytyapmiz dedi. Trump bu yil sentabrda Afg'onistondagi to'qinishlarga xotim berish uchun bir yildak vaqtdan buyon davomlashayotgan suhbatlarni to'xtatganligini e'lon qilgan edi.